Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli körümeler. İstiklal kündülük haberlerini görüşünü kızgın karşılamız. Ben Erşidin İdiqut. Tövende vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibiga alakadar mühim haberlerini huzurunla sunumuz. Qanadıqtınlar ekranımızda bolsun. Xitoyning Sharqiy Turkistonda a'zo ko'chirish markazini ko'paytirish plani gumon qo'zg'adi. Xitoyning Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchiligining bir turi bo'lgan ichki a'zo yig'ilish jinoyati yillardan buyon inson haqlari tashkilotlari shohidlar tomonidan oshkorlanib, isbotlanib kelayotgan bo'lib, Xitoyning Sharqiy Turkistonda a'zo ko'chirish markazini qisqa vaqt ichida hassilab ko'paytirish plani bu masalaga qaytadan diqqat qaratdi. Angliyaning Telegraf to'ri 3-iyul Uyg'urlarga aloqador kuchlik qo'zg'olon qo'zg'agan bir xabarni e'lon qilgan bo'lib, Xitoyning Sharqiy Turkistondagi majburiy ichki a'zo yig'ilish jinoyati bu haqdagi planlari analiz qilingan. Xabarda qayd qilinishicha, Xitoyning Sahiyya tarmoqlari 2030-yilgacha Sharqiy Turkistonda a'zo ko'chirish markazidan yana oldini qurishni planlagan bo'lib, buning bilan Sharqiy Turkistondagi a'zo ko'chirish markazi 9 ga yetadi ekan. Xitoyning bu haqdagi qarori bultur 12 oyda chiqarilgan bo'lib, yaqinda xalqaro inson haqlari tashkiloti bo'lgan Xitoyning qalaymaqon a'zo ko'chirish zo'ravonligini to'xtatish tashkilotining materiallarida oshkorlangan. Xabarda yana lager shohidi Sayragul Savudbayning guvohligi naql keltirilgan bo'lib, u jazo lagerlariga qamalganlarning qon tekshirish natijasiga asosan guruhlarga ayrilganligini, ma'lum belga qo'yilganlarning tezda g'oyib bo'lganligini, ularning ichki a'zolari yig'ilingan bo'lishi mumkinligini bildirgan. Xitoyning 39 million nüfusga ega Guyjou o'lkasida a'zo ko'chiriladigan doktorxonadan faqat 3 bor bo'lib, nüfusi texmo oz bo'lgan va organ taqdim qilish nisbati Xitoyning o'ttirchi nisbatidan 10 hassiga yaqin tuvan bo'lgan Sharqiy Turkistonda a'zo ko'chirish markazining 9 ga yetkazilganligi qattiq andisha va diqqat qo'zg'amoqda. Gerçi Xitoyning o'lim jazosiga hukm qilingan jinoyatchilarning ichki a'zolarini o'g'irlash qilmishi oldingi asrdan tortib tanqid qilinib kelgan bo'lsa-mu, 10 necha yil mobaynida Uyg'urlarning, Tibetlarning, Falun Gong muritlarining tirik holda ichki a'zo yig'ilish jinoyatining nishoni bo'layotganligi tanqidlanib kelmoqda. Xususan Sharqiy Turkistonda sistemalik irqiy qirg'inchilik boshlangandan buyon Uyg'urlar boshliq Turkiy xalqlar jazo lageri va turmalarida Xitoyning bu qabih jinoyatining qurbonligiga aylanmoqda. Trumpning tamojna beji to'g'risidagi ogohlantirishi davolg'ush paydo qildi. Amerika prezidenti Donald Trumpning yuqori nisbatda tamojna bejidan saqlanish uchun bekitgan oxirgi muhlatning yiqilishiga agishib, Osiyalik mablag' salg'uvchilar ehtiyotkorlik bilan harakat qilayotgan bir paytda Trump savdo sheriklariga boj nisbatini uqtiradigan xatlarni avitishga boshlaganligini e'lon qildi. Dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlar Trumpning 4-oyning 5-ida bir qator boj ustirish tadbirlarini e'lon qilgandan keyin oxirgi muhlatdan burun Washington bilan kelishim hosil qilish uchun jiddiy tirishchilik ko'rsatmoqda ekan. Trump va uning yuqori darajalik amaldorlari bir qancha kelishimning tayyorlik bosqichida ekanligini bildirgan bo'lsa-mu, hozirgacha faqat Angliya va Vyetnamla kelishimlarga imzo qo'ygan. Xitoy bo'lsa bir ramka kelishimini qabul qilgan bo'lsa-mu, Amerika buningga javoban tamojna bejini tuvalatishga va ma'lum mahsulotlarning to'shilishiga qo'shilgan. Suhbatchilar Aqsarayning eng nachar tadbirlaridan saqlanishning yo'llarini izlanayotganda, Trump payshanba kuni har qaysi davlatlarga uchurini yaqinda yetkazganligi to'g'risida ogohlantirish bergan. Trump muxbirlarga so'z qilib, "Men bir parcha xat avatib, ularning qaysi tamojna bejini to'laydiganligini aytib qo'yishni o'ylayapman" degan. Hamda bu usulning texmo oson ekanligini ta'kidlagan. Trump yana "Biz atidan boshlab har qaysi davlatlarga biz bilan savdo qilish uchun nima to'laydiganligini bildirgan xatlarni avitishga boshlaymiz. Balkim kuniga 10 parchadan bo'lishi mumkin" deganlarni qayd qilgan. Yaponiya va Koreyadan tortib Hindiston va Tayvangacha bo'lgan savdo sheriklarining qattiq tamojna bejiga duch kelish ehtimolligi dunyo iqtisodiga munosabatlik yangi andishalarni kuchaytirayotgan bo'lib, ko'plagan pay cheki bozorlarida tuvallash ko'rilgan. Rossiya Taliban hukumatini e'tirof qilgan tunji davlat bo'ldi. Rossiya Afg'onistonning yangi bosh elchisining sadoqat maktubini qabul qilganligini e'lon qilish orqali Taliban hukumatini rasmiy e'tirof qilgan tunji davlatga aylandi. Turkiya Ovoz radiosining xabarida bildirilishicha,
Rossiya Tashqi ishlar ministrligi payshanba kuni e'lon qilgan bayonotida Afg'oniston Islom Amirligi hukumatining rasmiy e'tirof qilinishi davlatimiz o'rtasidagi har qaysi sohalardagi ikki taraflik unumli hamkorlikning rivojlanishiga turtki bo'ladi deyilgan. Afg'oniston Tashqi ishlar ministrligi bu xabarni dalillab, Rossiyaning Kabuldagi bosh elchisi Dmitriy Jirinovning Taliban Tashqi ishlar ministri Amirxon Muttaqi bilan uchrashib, bu qarorning ahamiyatini ta'kidlaganligini uqtirgan. Jirinov Rossiya birinchi televiziya kanalining ziyoratini qabul qilganda, bu qarorning Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrovning taklifiga asosan Prezident Vladimir Putin tarafidan tasdiqlanganligini hamda bu Rossiyaning Afg'oniston bilan har taraflama sheriklik munosabati o'rnatishga bo'lgan samimiy irodasini namoyon qildi degan. 2021 yılı avgustda Taliban qayta hokimiyat beshiga chiqqandan beri Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga a'zo hech qanday davlat Kabuldagi bu vaqtliq hukumatni e'tirof qilmagan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, bugungi xabarimiz mushu yerda oyoqlashdi. Ko'rganingizga rahmat. Atigi programmada ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Allohga omonat.